Xullas, mana deyarli yetib keldim. Hammaga salom do'stlar, men ismim Kompot. Yangi videomga xush kelibsiz. Minecraftdagi eng xavfli qamoqxonaga nega qaytib kelganim sababini bilsangiz dahshatga tushasiz. Yigitcha, sizni kutishyapti. Ha, katta rahmat. Yigitcha, qilichingni qoldiring. Hamma narsani qayerdan bilasiz, a? Mayli, ola qoling. Xullas, bolalar, men bu yerga shunchaki kelganim yo'q. Noto'g'ri o'ylamang. Hech qanday yomon ish qilganim yo'q. Men qolmayotganlari ham yo'q. Men bu yerga kimdir bilan uchrashgani keldim. O'ylaymanki, u juda yaxshi taniysiz. Roman Kompot, bu yoqqa o'ting, u sizni kutyapti. Ha, katta rahmat. Bolalar, o'sha uchrashuv mayli kirdik. Hammaga salom. Kompot og'ayni. Kompot og'ayni, yana mening oldimga kelibsan-da, meni unutmabsan. Katta rahmat, meni o'z kanalingda ko'rsatayotganidan keyin obunachilaring bu yerda ham odamlar yashashini, ular ham siqilishini bilib olishadi. Xo'sh do'stlar, men uni esladingizmi? Bu Minecraftdagi eng xavfli mahbus. Bir marta tasodifan uni kamerasiga tushib qolgandim. O'ylaymanki, hammangiz u videoni ko'rgansiz. Kanalimda bor. Agar shu mahbusning kamerasini eslasangiz, u shunchalik dabdala, dahshatli ahvolda edi. Men esa bu yerga kamerani ta'mirlab, remont qilib berish uchun keldim. Nima, nahotki endi men bu yerda vayronada yashasam? To'xtang, Roman Kompot, keling, tafsilotli gaplashib olaylik. Men politsiyachiman, menga yordam berishni buyurishdi. Ha, qamoqxona boshlig'i bilan bog'lanib, unga muhokama qildim. To'g'ri, kamerasini ta'mirlashga ruxsat beramiz, lekin savol tug'iladi. Nima uchun? Axir u dahshatli odam-ku, shuncha yomon ishlar qilgan. Tushunmayapsiz. Qamoqxonada maqsad odamni jazolash emas, uni tarbiyalash kerak bo'ladi. Inson dahshatli sharoitda o'tirsa, uni hech kim qayta tarbiyalay olmasa, shuning uchun o'ylaymanki, u ham boshqa mahbuslar qatori a'lo darajada kamerani jazosini o'tishi kerak. Mayli, yaxshi, kamera yangilasangiz uchun roppa-rosa 3 soat vaqt beramiz. Agar bu ishni sifatini uddalasangiz, biz ham sizni o'rnak olib, qolgan kameralarni o'zimiz ta'mirlab chiqamiz. Zo'r, faqat menga ruxsatnoma kerak, chunki kirishga hamma narsani olib qo'yishyapti. Mana, oling, bu sizning ruxsatnomangiz. Qamoqxonaga hududiga xohlagan narsangizni olib kirishingiz mumkin. Juda ham xursandman. Kompot, oddiy odamlarni unutmayotgani uchun rahmat. Butun qamoqxona xalqi nomidan sendan minnatdorchilik tilayman. Hoy, tegish yo'q. Teginish taqiqladi. Xullas, siz remont qilayotganingizda u kresloga boshqa xonada o'tirib turadi. Mayli, yaxshi. Bu yerda hamma narsa bunchalik jiddiy deb o'ylamagandim. Qo'rqma, Mahmus. Men senga super remont qilib beraman. Kamerangni dahshatli darajada zo'r qilib beraman. Rahmat senga og'ayni, rostini aytsam ko'nglim buzilib ketgandi. Xo'sh, zo'r, ruxsatnoma oldim. Bunga erishish uchun qancha harakat qildim, qancha muzokaralar olib kirdim. Tasavvur qilay olmayapsiz. Shunday qilib, men bugun mahbusning kamerasini tozalagan keldim. Bolalar, o'sha eng xavfli mahbusning kamerasiga tushib qolganim haqidagi video kanalimda chiqqanda bir necha hafta oldin bo'ldi. Va shu payt ichida qamoqxona boshlig'i bilan yozishib, kamerani remont qilishga ruxsat so'radim. Mana nihoyat ruxsat tegdi. Bo'ldi, men qishloqqa borib, tezda qaytaman. Taksi chaqirishim kerak. Birdaniga bolalar. Bu narsalarning hammasini ko'tarib kelish shunchalik qiyin bo'ldiki. Xo'p, Roman Kompot, bu yoqqa yuqoriga ko'tariling. a'lo darajada esladim. Adashmasam oxirgi yoki bittadan oldingi qavatda edi. Xullas, hozir bilib olamiz. Politsiyachi oxirgi qavatdan baqirdi shekilli. Keling tekshiramiz. Ha, qaranglar, o'sha kamera. Uni bedrock bloklardan tanidim. Roman Kompot, eslatib o'taman, 3 soat vaqtingiz bor. Mahbuslar bilan aloqa qilish uchun hech kim bilan gaplashish va boshqa kameralarga yaqinlashish mumkin emas. Ha, tushundim. Bu yerda hamma narsa qat'iy. Xudoyim, sharoitda bunchalar dabdala bo'lmasa, bo'ldi, mahbus 3 soatdan keyin olib kelamiz. Yaxshi, men bu yerni remont qila boshlayman. Xo'sh, bolalar, nimadan boshlaymiz? Birinchi hamma narsani joylashtirib olishimiz kerak. Kerakli sandiqlarni yerga qo'yamiz va bu bizga juda ham yaxshilik tug'dirardi. Men bu kamerani bir kishilik qilmoqchiman, chunki biror harf xavfli bo'lishi mumkin. Mahbusning yoniga hech kim o'tkazmaydi, chunki u eng xavflisi. Unga alohida yondashuv kerak. Shunchaki mana bu unitazni, mana bu yerga rakvinani buzamiz. Bu yerda nimalar bor o'zi? Mayli, yaxshi, rahmat. Hamma narsani buzamiz. Mana bu dahshatli kravatni ham. Bu nimaligini bilmayman, lekin stol bilan birga yo'q qilmoqchiman. Hamma narsani olib bo'ldim shekilli, lekin bu hali hammasi emas. Men yerdagi panjaralarni ham almashtirmoqchiman. Hammasi eski, zanglagan va ishonchsiz. Umuman olganda vahimali ko'rinyapti. Shuning uchun ularni yangi to'q sariq, oranjeviy ranglarda almashtiraman. Ha, bolalar, to'g'ri tushundingiz. Bugun remont yoki praktika
Nima deb aytsangiz ham to'q sariq ranglarda bo'ladi, chunki bu o'sha eng mashhur mahbusning sevimli rangi ekanligini bilaman. Uning kiyimi ham to'q sariq rangda. Buni ham buzamiz, eshikni esa mana bunisiga saqlab qolamiz. Bo'ldi, hammani axlatini o'sha yerga qo'ydim. Xo'p, yaxshi, tushunaman. Aha, xo'p. O, mana, voy buncha chiroyli. Qaranglar bolalar, bloklarni, bo'yoqlarni qanday tashladim. Bu shunchaki biroz mo'jiza. Shuningdek, bu yerga issiqnoma ham qo'yib qo'ydim. Hammasi juda ham a'lo. Mana buni qaranglar. Bu yerga esa mana bu panjaralarni qo'yamiz, aytganimdek, bu yerga esa bularni qo'yamiz. Bizda уже vaqt ham tugab qoldi. Yaxshi, va har doimgidek eng qiziqarli joyni sizlar uchun olib qo'ygandim. Biz bu kameralarni jihozlaymiz. Men qayerda turishini o'ylab qo'yganman. Ular mana bu yerda, qaranglar. Menda qanchalik ko'p narsalar bor. Kravatni yaxshi shu joyga qoldiraman. Xo'p, yaxshi, kelinglar, bu yerni kravatni shu joyga qoldiramiz. Xo'sh, keyin qaysini qo'ysak ekan? Yuvinish tokchasinimi? Yo'q, bu yerga sandiqni qo'ysak, menimcha yaxshi bo'ladi. Bu yerga keyin yuvinish tokchasini, rakvinani qo'yaman. Qaranglar qanchalik zo'r endi. Avvalgisi qanaqa bo'lganini eslang. Hatto sochiq ham bor. Gigiyena amal qilish uchun hamma sharoit mavjud. Shuningdek, bu yerga qulay yangi hid chiqarmaydigan unitaz o'rnataman. E'tibor bering, yotganda yoqimli bo'lishi uchun rakvina va unitazni karavotdan sal uzoqroqqa joylashtirdim. Bu hali hammasi emas, bilaman. Xo'sh. Bu hali hammasi emas, bilaman. Xavfli mahbuslar kitob o'qishni juda yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun mana shunday kitoblarni, jo'g'larni olib keldim. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Men mehribonman. Siz hozir menga kompot qanaqa ish joyi, jinni bo'ldingmi? Axir bu qamoqxona-ku deyotgandirsiz, bolalar. Baribir kamerada qandaydir sevimli mashg'ulot bo'lishi kerak. Aks holda odam aqldan ozishi hech gap emas. Shuning uchun bu yerga stol qo'yaman. Faqat bitta stol. Aha, endi o'zim bilan shunday ajoyib narsalar olganmanki, bilib ham hozir ko'rsataman. Xo'p. Birinchidan yana bitta stolchini ustiga chiroq, lampa qo'yaman, chunki bu yer qorong'u ekan. Oppa, qaranglar, mana chiroyli yorug' bo'lib ketdi. Va yoniga mana shunday chiroyli dizaynerlik narsani qo'yib qo'yaman. Chiroq o'chib qoldimi? Tushunmadim, buzilganmi? Olib ketsammikan? Mayli, yoniga kitob qo'yaman. U o'zining shaxsiy ishi. Ha, bo'ldi, chiroqni o'chiraveraman. Bolalar shekilli, rostdan ham buzilgan ekan. Xullas, yoniga kitob qo'yishga qaror qildim. U bu yerda o'zi shaxsiy kundaligini yozadi, fikrlarini va kechirmalarini qayd etadi. Mana bu sandiqni ustiga budilnikni qo'ysammikan? Bu yerga esa gantellarni qo'yaman. Bu juda ham yaxshi bo'ladi. Baribir gantellar kerak bo'ladi. Xo'p, menimcha 10 kilolikdan bo'lsa kerak. Mana juda ham idealni bo'ldi. Menimcha gantellar o'ziga kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerga esa kitob javonini qo'yaman. Har doimgidek bu yerga gulni qo'yib qo'ysam ham bo'laveradi. Kitob javoniga gulni qo'ysak menimcha idealni turadi. Men mahbusni sport bilan juda yaxshi ko'rishini bilaman. Shuning uchun gantellar qo'ydim. Xo'sh. Endi bu yerga narsalarni qo'yamiz. Xo'p, bu yerga esa rasmni qo'yib qo'yamiz. Rasm ham skeletcha. Skelet menimcha yoqsa kerak. Bo'ldi. Sharoitlar hammasi ideal. Xo'p, endi bu yerdan biz kimni topishimiz kerak? Mahbusni. Politsiyachilar, ruxsat beringlar, kamerani tekshirib olay. Qani ko'raylikchi. Voy, nahotki bularning hammasi men uchun bo'lsa, bo'lishi mumkin emas, gap bo'lishi mumkin emas. Gantellarni qaranglar, endi men 5 ga biceps chiqaraman. Qanday dahshatli, ey xudoyim, hammasi men ekan. Ha. Qani u yerda nima bunchalik xursand bo'lyapti? Ko'raylikchi. Oho, hech qisi yo'q, kuladi. Bu yerda qanaqa dahshatli imorat qurib tashlabsizlar-ku. Ha, qarang, qanday chiroyli kamera. Hamma narsa uning sevimli rangi, to'q sariq rangga bo'yalgan. Hatto zarlangan suv oqmaydigan rakvina ham bor. Kompot, sen men uchun hayotimda uchratgan eng zo'r o'yinchisan. Senga kattakon rahmat. Kechirasan, anchadan beri yig'lamagandim, lekin hozir emotsiyalarni ushlab turolmayman. Kel, bir bag'rimga bosay. Arzimaydi. Senga yoqqanidan xursandman. Sizchi? Biz shundanki dahshatdamiz. Nega biz avvalroq mahbuslar uchun shunday ajoyib kameralar qilmagan ekanmiz? Mana shuning uchun o'ringlar. Ko'ryapsizlarmi? Hoziroq o'zidayoq boshqalarga qo'ng'iroq qilaman. Hammasini kelishamiz va biz barcha mahbuslar uchun eng zo'r kamerani quramiz. Mana shu to'g'ri yo'l, mana shu dahshat. Butun Minecraft politsiyachilar nomidan sizga yana bir bor katta rahmat aytaman. Arzimaydi janob politsiyachi, arzimaydi mahbus.
Kampoch, senga yana ming bor rahmat. Hozir nima qilish bilan, nima shug'ullanish bilan ham bilmayman. Sen eng zo'risan, shuni unutma do'stim. Eng zo'risan. Bu videoga bilamanki ancha prosmotr yig'adi. Ha, to'g'ri. Xo'p, men chiqib ketaman. Bo'ldi. Hammalarga rahmat. Shu joyda videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Mahbus xursand bo'ldi va politsiyachilar ham xursand bo'ldi. Hammaga rahmat, obunachilar, kanalimizga obuna bo'ling va videomizga like bosib qo'ying albatta.